Uxlaganimizdan keyin kechasi bir turib ketadigan holatimiz bor. Hammada bir marta bo'lar ekan. Hammada bir marta bo'lar ekan. Agar kechasida bir marta turib ketadigan bo'lsak, aytishimiz kerak ekan: La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Va subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Hamma biladi bu kalima. Mana shu kalimani aytadigan bo'lsa, kechasi bilan ibodat qilib chiqqanlik savobi berilar ekan. Kechasi bilan ibodat qilib chiqqanlik savobi. Qarang, subhanalloh. Bir marta uyg'onib qolganingizda ham nima qilyapmiz? Shu kalimani aytadigan bo'lsak, zokir bandalardan deb yozib qo'yilar ekan. Bu kechasi bilan zikr qilib chiqdi Xudo taoloni. Nimaga desa, dabdurustdan turib ketganimizda ham Robbimizga eslayapmiz-da. Dabdurustdan turib ketib qolganimizda ham nima qilyapmiz? Alloh taoloni poklayapmiz. Bandaligimizni izhor